Xabaringiz bor, 5-iyun kuni Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushadi. Guruhdagi vaziyatimizga kelsak, terma jamoamiz 17 ochko bilan 2-o'rinda bormoqda. Arablar hisobida esa 13 ochko mavjud. Bundan ko'rinadiki, hatto durang natija ham bizni mundialga olib chiqadi. Biroq raqiblarimiz o'yindan oldin maksimum muammo chiqarishga harakat qilmoqda. Jumladan terma jamoamizga muxlislik qilish niyatida Abu Dabiga uchgan hamyurtlarimizning pasportlari olib qo'yilib, ularni besabab aeroportda ushlab turishmoqda. Shuningdek, o'zbekistonlik muxlislar uchun ajratilgan chiptalarning narxi ham 300-350 dollargacha ko'tarilib ketgani aytilmoqda. Bizani 8 soatdan beri prosta pasportimizni olib ushlab o'tirishibdi. Sababi o'zbek bo'lganimiz uchun. Mana shuncha akalar mana Samarqanddan uchdik, to'g'rimi? 8 soatdan beri pasportimizni olib qo'yganlar Abu Dabida, hech qanaqa savol-javob yo'q, hech qanaqa sabab yo'q. Mana o'tiribdilar. Agar shu yerda Yevropani yo Amerikani fuqarolari bo'lganda, ularning pasportlari menimcha boshqacha gaplashgan bo'lardi. Bizanikilar esa prosta telefonni ko'tarmaydi. Biz nima qilaylik mana? Shuncha xalq 8 soatdan beri sarson, sargardon o'tiribdi. Na pasportimizni beryapti, na jo'natyapti. Mana hech narsa yeganlari yo'q, hech narsa ichganlari yo'q. Hayronman, kim ham yo'q. Yeyishga, borishga yerlarda o'tiribdi mana. Da, sabab yo'q, hech narsa gapirgisi kelmayapti. Nima problema desak, o'zbek problem. Tamom, bitta gap topib olgan o'zbek problem. Qanaqa problema? Aybimiz o'zbek bo'lganmizmi? Bu xatti-harakat не только bizani, butun O'zbekistonga bo'lgan hurmatsizlik deb tushundik menimcha hammamiz, to'g'rimi? O'zini samolyotda uchdik. Raz davlatga qo'ymay ekaning. Nimaga uchirding, nimaga olib kelding bergacha? Kecha va undan oldin kuni ham kelgan odamlar bor, o'zbeklar bor. Posolstva, telefonni ko'taringlar. Jo'ra mana qamab qo'ydi. Telefon bilan qamab qo'ydi. Voy, videomizni ko'rdi. Men bir o'zim qamab qo'ydi, qolganda tashqarida o'tiribdi. Boyagi videoni galeriyadan udalib qildirdi. O'sha internetda qo'yib olganim, o'sbet qilganim. Hayolga kelmadi. Instagramga qo'yganim. Mana shunaqa kayfiga ushlab o'tiribdilar, telefonim qo'limga tushdi. Bilmadim, men 8 soatdan beri prostaga shu o'zbeklarni ushlabdilar. Именно o'zbeklarni. Qolgan hech kim любой, даже hindlar ham o'tib ketib bitta o'zbeklarni ushlabdilar. Yo'q, bla. Shunaqa hamma bitta-bitta shunaqa xonada.